Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Geografiya olamiga xush kelibsiz. Televizor qarshisiga yaqinroq o'tirib olishingizni so'rayman, chunki bugun biz sizlar bilan juda ham kerakli va qiziqarli mavzu haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz ob-havo va iqlim. Biz ommaviy axborot vositalari orqali har kuni ob-havo haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Har kuni ob-havo bilan qiziqamiz. Ob-havoni oldindan bilishga harakat qilamiz. Chunki bizning turmush tarzimiz ob-havo bilan bog'liqdir. Agar ob-havoga qaramasdan kiyinib chiqsak, biz kun bo'yi issiqdan yoki sovuqdan aziyat chekamiz. Ba'zan ota-onalarimiz ertalab o'qishga ketayotganingizda issiqroq kiyinib ol, bugun havo sovuq bo'ladi deganligini eshitib qolamiz. Lekin quyoshni charaqlab turganiga qarab, gapga quloq solmasdan shoshib chiqib ketasiz. Maktabdan qaytayotganingizda esa havo aynib, kun sovib, bunday holatda ko'pincha shamollab qolganingizga guvoh bo'lgansiz. Xo'sh, ob-havo o'zi nima? U nimaga bunday tez o'zgaradi? Ob-havoning eng katta o'ziga xos xususiyatlaridan biri ham uning shunday o'zgaruvchanligidir. Ana endi sizlar bilan ob-havo o'zi nima ekanligi haqida gaplashamiz. Ob-havo deb troposferani ayni bir joydagi, ayni bir paytdagi yoki ma'lum bir vaqtdagi, biror bir sutka, hafta vaqtidagi holatiga aytiladi. Ob-havo doimiy ravishda o'zgarib turadi. Qadimdan insonlar ob-havoni avvaldan bilishga, oldindan aytishga harakat qilishgan. Buning uchun ular tabiatdagi hodisalarni kuzatib o'rganishgan. Agar dudburondagi tutun tippatik chiqsa yoki ufuq qizarib botadigan bo'lsa, ertasi kuni kun ochiqligidan dalolat bergan. Yoki bo'lmasa qaldirg'ochlar pastlab uchsa, kuchuklar, mushuklar tumshuqlarini berkitib g'ujanak bo'lib yotib olsa, yomg'ir yog'adi deb bashorat qilishgan. Ob-havoni avvaldan bilish nima uchun kerak? Ob-havoni avvaldan bilish inson salomatligi uchun ham, kundalik ishlarimizni rejalashtirish uchun ham, biror bir sayohatga chiqish uchun ham, hattoki transport vositalarini boshqarish uchun ham. Va albatta, ba'zi bir kasalliklarda bemorlarni oldindan ogohlantirish uchun ham kerak bo'ladi. Hozirgi kunda ob-havoni oldindan aytib berish uchun meteorologik stansiyalarda kecha-kunduz nazorat ishlari, tahlil ishlari va kuzatuv ishlari olib boriladi. Bunday stansiyalarda maxsus meteorologik maydonchalar bo'lib, bu maydonchalarda havoning harorati, namligi, havo bosimi, shamollarning kuchi va yo'nalishi hamda yog'inlar haqida ma'lumotlar to'planadi. Bu ma'lumotlar yuzasidan meteorologik xaritalar tuzib, ob-havo oldindan e'lon qilinadi. Hozirgi kunda ob-havoni o'rganishda kosmik yo'ldoshlardan ham foydalanib kelinmoqda. Mana siz ko'rib turganingizdek, har kungi kundalik ob-havoingizda sizga ma'lum qilinadigan harorat, namlik, havo bosimi, yog'in, shamol, bular barchasi ob-havoning elementlaridir. Bu ob-havo elementlari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Biri o'zgarsa, ikkinchisiga albatta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bahorning ertalabki quyoshida seskanadigan darajada salqin bo'ladi. Lekin birozdan so'ng kun qizib ketib, birpasda bug'lanish paydo bo'ladi va osmonni bulut qoplaydi. Biroz o'tmasdan yomg'ir yog'ib, yana kun ochilib ketishi mumkin. Bunday o'zgaruvchan havoni mana bu yuqorida ko'rilgan elementlar tashkil qiladi. Ana endi sizlar bilan iqlim haqida gaplashamiz. Hozir aytganimizdek, bahor oylarida bo'ladigan ob-havo juda o'zgaruvchan. Lekin shunday ob-havo borki, bir necha kungacha o'zgarmay, bir xil holatda turadi. Masalan, yoz oylarida aynan Toshkentda ob-havo deyarli o'zgarmaydi, har kuni bir xilda turadi. Bunday havoni barqaror ob-havo deymiz. Ana endi iqlim nima ekan? Iqlim ob-havoning biror bir joyga xos bo'lgan ko'p yillik rejimi. Misol uchun, qutblarda har doim sovuq bo'ladi. Ekvatorial kengliklarda esa har doim issiq bo'ladi. Mana shu ko'p yillik kuzatishlar natijasida ob-havoga ta'rif beriladi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun ko'p yillik deyiladi? Chunki ba'zi bir hududlarga bir necha yilda iqlimiga ta'rif berib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, mana Toshkentda bu yil qish unchalik sovuq bo'lmadi. Bu degani Toshkentda qish issiq bo'ladi degani emas-ku. Shuning uchun ham ba'zi bir hududlarda, ayniqsa mo'tadil iqlim mintaqalarida iqlimiga ta'rif berish uchun uni o'rganishga 25 yil, 30 yil vaqt ketadi va shundagina o'sha joyning iqlimiga to'liq va to'g'ri ta'rif beriladi. Endi sizlar bilan iqlimning turlicha bo'lishiga sabab bo'ladigan omillar bilan tanishamiz.
Iqlimning eng asosiy farqlovchi jihatlaridan biri bu haroratdir. Yer yuzasiga harorat bir xil tushmaganligini sababi quyosh nurini yerni bir xilda yoritmasligi. Nima uchun quyosh yer yuzasiga bir xilda tushmaydi? Sababi yer sayyoramiz dumaloq shaklda. Mana bu shaklga ega yer sayyorasiga quyosh ekvatorial kengliklarga tik tushadi. Qutblarga borgan sari quyoshning tushish burchagi kamayib boradi. Quyosh tik tushgan joylarni juda ham issiq qizdiradi. Qanchalik quyosh qiya tushsa, shunchalik issiqlik kam bo'ladi. Mana bu asosiy yer yuzasini har xil isitishning sababi. Yer yuzasini quyosh har xil isitishi natijasida yer yuzasida turli iqlim mintaqalari paydo bo'ladi. Mana bu qizil rangda ko'rsatilgan hududlarda quyosh tik tushadigan hududlar bo'lib, bular issiq mintaqalar, ya'ni tropik mintaqalar deyiladi. Qutblarda quyosh eng qiya tushadigan hududlar bo'lib, yer yuzasining eng sovuq joylari hisoblanadi va ular sovuq mintaqalar deyiladi. Issiq va sovuq mintaqalarning oralig'ida issiqlik va sovuqlik o'rtacha kuzatiladigan hududlar mo'tadil mintaqalar deb ataladi. Yer yuzasidagi bosimlarning turlicha bo'lishiga sabab aynan haroratdir. Harorat issiq bo'lgan joylarda yengil havo yuqoriga ko'tarilib, bosim pasayadi. Harorat qanchalik sovsa, shunchalik u yerdagi havo og'irlashib, pastga qarab harakat qiladi va u yerda bosim ortishiga sabab bo'ladi. Bosimlarning turlicha bo'lishi o'z navbatida kuchli shamollarni keltirib chiqaradi. Har doim havo massalari yuqori bosimli hududdan past bosimli hududga harakat qiladi. Siz buni hayotimizda ham uchratishingiz mumkin. Masalan, qish faslida uyingiz issiq, tashqari esa juda sovuq. Ayniqsa, bunday farq katta bo'lganda siz buni kuzatishingiz mumkin. Agar eshik ochiq qolsa, kattalar nima deyshadi? Tez eshikni yop, sovuq kirib keldi deyshadi. Hech qachon sovuq chiqib ketadi, eshikni yop demaymiz. Chunki eshikni ochganimizda tashqaridan juda kuchli sovuq havo massasi kirib keladi. Nima uchun bunday bo'ldi? Chunki uyda issiq bo'lganligi uchun issiq havo yengil bo'lib yuqoriga harakat qildi va uyning ichida bosim pasaydi. Tashqarida esa havo sovuq bo'lganligi uchun sovuq havo og'ir pastga bosib, tashqarida bosim yuqori bo'ldi. Natijada eshik ochilishi bilan uyga shamol havoni haydab kirdi. Bu hodisa aynan harorat tufayli sodir bo'ldi. Yer yuzasida ham quyosh hamma joyni har xil isitganligi uchun mana shunday turli bosimli mintaqalar paydo bo'ladi va bu mintaqalar oralig'ida shamollar yuzaga keladi. Qanchalik bosimlarning farqi katta bo'lsa, shunchalik shamollar kuchli esadi. Yana iqlimga ta'sir qiluvchi asosiy omil havoning namligidir. Havoning namligi ham aynan haroratga bog'liq. Qanchalik havo harorati yuqori bo'lsa, bunday havoda shunchalik ko'p namlik bo'ladi. Havo sovigan sari havoning namligi suv zarralariga aylanib bulutlarga, undan keyin yomg'ir tomchilariga aylanib yog'in shaklda yerga tushadi. Ana endi o'quvchilar turli joylarda turli ob-havo va iqlim bo'lishini bilib oldik. Ayniqsa, har xil isitiladigan hududlarda har xil havolar paydo bo'ladi. Masalan, dengiz ustida turgan havo suvning namligini o'ziga singdirib oladi. Quruqlik ustida turgan havo agar issiq quruqlik joyda turgan bo'lsa, u isib quruq holatga aylanadi. Sovuq joyda turgan bo'lsa, sovuq va quruq havo massalarini hosil qiladi. Bunday bir xil xususiyatga ega bo'lgan havoning katta hajmiga havo massasi deyiladi. Har qanday hududlarda o'sha hududga xos bo'lgan havo massalari hosil bo'ladi va ular shamollar yordamida hududlarning turli joylariga harakat qilib, iqlimning o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Agar havo massasi okeanlar ustida hosil bo'lgan bo'lsa, uni dengiz havo massasi deymiz. Agar havo massasi quruqlik ustida hosil bo'lgan bo'lsa, uni kontinental havo massasi deymiz. Mana aziz bolajonlar, yuqorida ko'rganlarimizdan kelib chiqqan holda iqlimning shakllantiruvchi omillariga xulosa yasaymiz. Demak, iqlimning o'zgarishiga quyidagi jihatlar ta'sir ko'rsatar ekan. Eng birinchi ta'sir joyning geografik o'rni. Mana hozir ko'rganimizdek, ekvatordan qutblarga borgan sari harorat ham, bosim ham o'zgaradi va harorat pasayib boradi. Harorat pasayishi bilan qolgan omillarga ham ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi muhim omillardan biri joylashgan obyektni okean va dengizlardan uzoq va yaqinligi. Misol uchun, O'zbekiston Ispaniya va Gretsiya bilan bir xil kenglikda joylashgan.
Bu degani bu davlatlar bir xilda quyosh yorug'ligida joylashgan degani. Lekin Ispaniya bilan O'zbekistonni iqlimi umuman bir-biriga o'xshamaydi. Masalan, O'zbekistonda yozda issiq va quruq jazirama bo'layotganda, Ispaniya va Gretsiyada yumshoq, iliq yoz bo'ladi. Yoki qish oylarimizda bizda sovuq va quruq qish bo'layotgan vaqtda Ispaniya va Gretsiyada yumshoq, iliq qish kuzatiladi. Buning asosiy sababi bu davlatlarni dengiz bo'yida joylashganligi. Demak, yuqorida aytganimizdek, okeanlar yuzasida hosil bo'lgan dengiz havo massasi quruqlikdagi obyektlarga ham ta'sir ko'rsatib, iqlimning o'zgarishiga sababchi bo'lar ekan. Yana bir muhim omillardan biri iqlimga ta'sir ko'rsatuvchi bu yer yuzasining relyefi, joyning relyefidir. Tog'lar kelayotgan nam havoni to'sib qolish natijasida yog'inning asosiy qismi tog'larning etaklariga, shamolga ro'baro bo'lgan yon bag'irlariga tushadi. Demak, bu ham iqlimga ta'sir ko'rsatuvchi omil ekan. Yana eng katta iqlimga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri bu havo massalaridir. Yuqorida aytganimizdek, qaysi hudud ustida hosil bo'lgan bo'lsa, havo massalari o'sha hududning xususiyatlarini o'zida aks ettiradi. Arktika mintaqasida hosil bo'lgan havo massalari sovuq, mo'tadil iqlim mintaqalarniki nam, ekvatorial iqlim mintaqalarining havo massalari issiq va sernam, dengiz havo massalari nam, iliq, tropik havo massalari issiq va quruq, kontinental havo massalari qish oylarida sovuq va quruq, yoz oylarida issiq va quruq bo'ladi. Bu havo massalari shamol yordamida qaysi hududga kirib kelsa, o'sha hududni iqlimiga ta'sir qilib, ob-havoni ham o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Misol uchun, qish oylarida agar bizga Arktika havo massasi kirib kelsa, qishimiz harorati sovib ketib, havo ochiq bo'lib, taraqlagan sovuq bo'ladi. Ana o'shunaqa paytda siz qo'l qo'lingiz bilan eshikni dastaklarini ushlasangiz, qo'lingiz temirga yopishib qolishi mumkin. Mana aziz o'quvchilar, sizlar bilan iqlim hosil qiluvchi, iqlimni o'zgarishiga sabab bo'luvchi omillar bilan tanishib chiqdik. Joyni iqlimiga ta'rif berganda, albatta yuqorida aytib o'tganimizdek, havoning haroratiga, yillik yog'inlarga, u yerda esadigan doimiy shamollarga va u hududlarga ta'sir qiladigan havo massalariga e'tibor berilar ekan. Endi mana darsimizning eng asosiy joyiga keldik. Ya'ni iqlim haqidagi ma'lumotlar nima uchun kerak? Inson nima uchun biror bir joyni iqlimini o'rganishga harakat qiladi? Tasavvur qiling, siz qayergadir sayohatga chiqmoqchisiz. Albatta sayohatga bormoqchi bo'lgan davlatingizni iqlimini o'rganishga harakat qilasiz. Chunki siz u yerga borganingizda qanday kiyim olib borishingizni yoki o'zingizni qanday his qilishingizni avvaldan bilishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, iqlim har bir joyning relyefiga, o'simligiga, hayvonot dunyosiga, hattoki insonni turmush tarziga ham ta'sirini ko'rsatadi. Aynan qishloq xo'jaligi esa iqlimga uzviy bog'liq bo'lib, har qanday ekin turlari o'zini iqlimidan kelib chiqqan holatda o'sha yerlarga ekiladi. Misol uchun, O'zbekiston paxta ekishga ixtisoslashgan, Braziliya kofe yetishtirishga ixtisoslashgan. Biz kofe yetishtirish, eksport qilishni xohlasak ham kofega ixtisoslasha olmaymiz, chunki bizning mintaqamizda, bizning iqlimimiz kofe yetishtirishga to'g'ri kelmaydi. Hurmatli o'quvchilar, mana bu bizlar uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. 1 soat vaqt davomida sizlar bilan bu mavzuni to'laligicha o'rganib ola olmaymiz. Chunki bu juda ham qiziq va juda ham keng qamrovli mavzudir. Agar bugungi mavzuyimiz sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, siz albatta ta'lim saytlaridan, qo'shimcha adabiyotlardan, bolalar uchun yaratilgan ensiklopediyalardan foydalanib, qiziqarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda bugungi mavzuyimiz yuzasidan o'zingiz mustaqil ravishda mavzu yuzasidan berilgan savol va atamalarni bajaring, o'zingiz yashaydigan joyni ob-havosi va iqlimi haqida o'zingiz hikoya tuzing. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.